Gender stereotiplari ayollarni davlat boshqaruvidagi karyerasiga qanaqa ta'sir qilyapti? Ham oilani, ham karyerani teng olib ketish ayol kishi uchun biroz qiyinlik tug'diradi. Turmushga chiqishi bor, uni turli ta'tillari bor. Mana shunday ishga qabul qilayotgan shaxslarda ko'proq erkaklarni ishga olishga ustunlik beradi. Erkaklarni olsam qulog'im tinchroq degan. Bularning ustidan nazorat qiluvchi tegishli davlat idoralari, tashkilotlari bor. Barcha bitta qonunga, o'sha qonunchiligimizga bo'ysunadi, mehnat kodeksi asosida. Ularni kontraktga kirib qolishi bir boshqa masala bo'lardi. Ularga yetarlicha shart-sharoitlar yaratib berishga majbur. Qiz bola o'qib nima qiladi? Rivojlangan mamlakatlardan gender tenglik siyosatini to'g'ridan-to'g'ri olib kirmaymiz. Biz oxirgi yillarda juda ko'p eshitdik. O'zbekistonda gender tengligi, davlat boshqaruvidagi ayollarning ishtiroki, ayollarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, siyosatdagi rolini oshirish, karyerasiga e'tibor qaratish. Ijtimoiy sotsial hayotda umuman olganda ayollarning faol ishtirokini ta'minlash masalasi juda ko'p marta eshitdik. Bugun O'zbekistonda ayollarning o'zini ham turli qatlamlari bor. Masalan, shahar joylarda yashaydigan ayollarning hayot tarzi mutlaqo boshqacha bo'lsa, qishloq joylardagilarniki tubdan farq qilishi mumkin. Bugun mana shu masalalarga atroflicha to'xtalish va bir qator savollarga javob topish maqsadida Yunusobod tumani oila va xotin-qizlar bo'limi bosh mutaxassisi Gavhar Kashivani taklif qilganmiz. Demak, birga gaplashamiz. Assalomu alaykum. Gavhar opa, bugungi kunda ayollarni, gender stereotiplari ayollarni davlat boshqaruvidagi karyerasiga qanaqa ta'sir qilyapti? Bugun mamlakatimizda xotin-qizlarga haqiqatan ham barcha sohalarda yetarlicha shart-sharoitlar, imkoniyatlar yaratib berilgan. Biroq ayollar nomidan ayta olamanki, o'zim ham yosh ona, yosh turmush o'rtog'i va davlat xizmatchisi sifatida shuni ayta olamanki, ham oilani, ham karyerani teng olib ketish ayol kishi uchun biroz qiyinlik tug'diradi. Mana shunday vaziyatlarda ko'plab davlat tashkilotlari, idoralari yoki xususiy boshqa korxona tashkilotlarida xotin-qizlar uchun shart-sharoitlar yaratilib berilgan va shu bilan birga ayol kishini birinchi navbatda oilasi, uning o'sha turmush o'rtog'i yetarlicha qo'llab-quvvatlashi juda ham katta muhim rol o'ynaydi. Lekin ochig'ini aytishimiz kerak, ayrim sanoqli tashkilotlarda mana shunday stereotiplar ayollarning faoliyatiga, umuman ularning o'zini ustida ishlashi, kelajakdagi o'sha kasbiy faoliyatini davom ettirishga qanaqadir ma'noda to'sqinliklar qilishini ko'rishimiz mumkin. Bilasizmi, davlat tashkilotlarida bunday holatlarni deyarli eshitmaganmiz, lekin xususiy masalan tadbirkorlik sohasidagi tashkilotlar, biznes vakillarini ishxonalarida aytadigan bo'lsak, ayollarni ishga olish masalalarida erkaklarni ishga olishdan ko'ra farqlar bor. Ya'ni ayol kishi turmushga chiqishi bor, uni turli ta'tillari bor, mehnat faoliyati davomidagi oila bilan bo'ladigan voqeliklar. Mana shunaqa masalalar, farzand tarbiyasi, ularga bugungi kunda davlat tomonidan mana imkoniyatlar yaratib berilyapti deymiz. Turli to'lovlar, turli o'sha o'zini oylik maoshidagi soliqlardan o'zi uchun qaytarib beriladigan masalan ijtimoiy xizmatlar, boshqalar bor, ijtimoiy to'lovlar bor. Mana shularni hisobga olgan holda bugun tadbirkorlar ayollar yoki xotin-qizlarni ishga olishda biroz o'ylanadi yoki erkaklarni olsam qulog'im tinchroq degan nima ham bor. Bunga qanaqa qaraysiz? Adolat nuqtai nazaridan olaylik. Juda ham to'g'ri aytib o'tdingiz. Mana o'zimni ham 3 yoshga to'lmagan farzandim bor. Bizning qonunchiligimizda davlat tashkilotlarida o'sha 3 yoshga to'lmagan farzandi bor onalar uchun qisqartirilgan ish soati mavjud. Misol uchun 1 soat oldin ketish huquqi bor va nogiron farzandi bor ayollar uchun ham xuddi mana shunday imkoniyat berilgan. Shu bilan birga nogironligi bor farzandi bor xotin-qizlarimiz uchun bir oyda bir marta dam olish, qo'shimcha dam olish kuni beriladi. Bundan tashqari voyaga yetmagan farzandi bor xotin-qizlar uchun ham o'sha ta'til kunlariga, mehnat ta'tili kunlariga qo'shimcha dam olish kunlari qo'shib beriladi. Endi bu davlat tashkilotlaridagi holat, ularga berilayotgan imkoniyat. Mana endi xususiy sektorlarni olib qaraydigan bo'lsak, korxona tashkilotlarida bilasizmi, barcha bitta qonunga, o'sha qonunchiligimizga bo'ysunadi, mehnat kodeksi asosida ish yuritadi. Lekin mana shunday ishga qabul qilayotgan shaxslarda ko'proq erkaklarni ishga olishga ustunlik beradi. Mana shunday holatlarga to'g'risi qat'iy bartaraf qo'yish maqsadida yangi tahrirdagi konstitutsiyamizga ham hattoki mana shunday jumlalar aynan mana shu modda kiritilib o'tildi. Va bularning ustidan nazorat qiluvchi tegishli davlat idoralari, tashkilotlari bor.
Demoqchimanki, respublikamizning qaysi hududi bo'lishidan qat'iy nazar hamma tashkilot, korxona, xususiymi yoki davlatmi, xotin-qizlarni qonunda belgilangan tartibda ishga qabul qilinishi, ortiqcha stereotiplarsiz, gap so'zlarsiz ularga yetarlicha shart-sharoitlar yaratib berishga majbur. Tushunarli. Bugun O'zbekistonning turli viloyatlarida, turli hududlarida yashovchi aholimiz vakillarini, ayollarni ayniqsa, ijtimoiy voqeliklardan, ijtimoiy sotsial hayotdagi voqeliklardan xabardorligi qay darajada? Mana ko'p viloyatlarga borganmisiz? Men masalan juda ko'p viloyatlarda bo'lganman. Ayollarni fikrlashida ham farqlar seziladi. Bugun viloyatlar kesimida olamizmi yoki bo'lmasam shahar va qishloq joylarda yashovchi aholi vakillariga bugun ayol sifatida qanaqa bir takliflaringiz bor qonunchilikka va o'sha yerdagi fuqarolarimizga ayollar? Juda ham to'g'ri aytib o'tdingiz. Haqiqatan ham har bitta hududning o'zini milliy qadriyatlari, urf-odatlari, o'zini kelib chiqishi, o'sha yerda o'ziga xos qanaqadir yozilmagan qonun qoidalari bor-da. Lekin mana mamlakatimizda boya aytganimdek, har bitta xotin-qiz u qaysi misol uchun Surxondaryoning bir chekka hududi bo'ladimi yoki Toshkent shahrining qoq markazi Mirzo-Ulug'bek tumani bo'ladimi, ikkalasiga ham berilayotgan imkoniyatlardan mana shu ikkala hududdagi ayollar ham to'laqonli foydalanishi mumkin. Lekin mana ijtimoiy tarmoqlardagi faolligi, umuman ijtimoiy hayotdagi faolligini aytib o'tdingiz. Haqiqatan ham bizning ozgina og'riqli nuqtamiz so'nggi yillarda muhtaram yurtboshimiz tomonidan barcha hududlardagi barcha o'sha mahallabay ishlash tizimini yo'lga qo'yish orqali hech bitta fuqaro, shu jumladan xotin-qizlar va yoshlar e'tibordan chetda qolmasligini, ularning ham o'zini qiziqishidan, iqtidoridan, iste'dodidan kelib chiqib kasb-hunarga yo'naltirishni yoki bo'lmasam tadbirkorlikka qiziqadigan xotin-qizlarimiz bo'lsa, ularni bepul tadbirkorlikka o'qitib, imtiyozli kreditlar ajratib, o'zini daromadiga ega bo'lishni, shu bilan birga ilmli bo'lib, o'zidan ilmli farzandlar dunyoga keltirib, ularni voyaga yetkazishlari uchun barcha shart-sharoitlarni yaratib berdilar. Bilasizmi, ta'lim sohasida ham anchagina o'zgarishlar bor, chunki juda ko'p oilalarda avvalgi davr stereotiplari desak bo'ladi. Qiz bola o'qib nima qiladi yoki o'qib oyna olib berarmidi degan masalalar. Ularni kontraktga kirib qolishi bir boshqa masala bo'lardi. O'qishga kira olmasa turmushga berib yuborish holatlari, shunaqa qo'rqitishlar bilan o'qishga katta pressing ostida o'qishga tayyorlanadigan qizlarni shaxsan hayotimizda ham ko'rganmiz yoshlik davrlarimizda. Magistratura bosqichlarida bugun ayollarni o'qish masalasi masalan mutlaqo tekin. Bu juda zo'r imkoniyat, chunki magistrlik yoshiga yetgan ayol bu allaqachon juda ko'p holatlarda oila qurgan bo'lishi mumkin yoki farzandlari bo'lishi mumkin yoki bakalavrdan keyin o'qiy olmagan bo'lsa, keyinchalik magistr davom ettirib olishi mumkin. Yana bir narsa bor. Bugun mana shuncha imkoniyat bor deymiz, lekin bugun xorijga ketayotgan ayollarimiz ham yo'q emas. Juda ko'p eshitib qolamiz. Xorijga ketayotgan ayollarga ularning huquq masalalari qanaqa bo'ladi xorijda? Ularni ijtimoiy himoyasi qanaqa bo'ladi keyinchalik? Ular nega xorijni tanlayapti umuman? Ya'ni kengroq savol, biroz atroflicha yondashamiz. Juda ham o'rinli, to'g'ri savol berib o'tdingiz. Albatta har bitta salbiy holat deb qaraydigan bo'lsak, salbiy holatning tub mohiyati bilimsizlikka, ilmsizlikka borib taqaladi. Bugun jamiyatimizda shunaqa o'zgarish, ijobiy o'zgarish bo'ldiki, avvallari aka-ukalarimiz, erkaklarimiz tarafidan o'g'lim yo'q degan xafagarchilik bo'lsa, hozir qiz farzandga ko'proq e'tibor berib, ularni o'qishlariga, ularni o'sha kelajakda o'zini kasblarini egallashiga sharoit yaratib berishmoqda. Va migratsiya masalasiga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, har bitta xotin-qizlarimiz albatta chet davlatga chiqib ishlashi o'zini birinchi navbatdagi xohishi va huquqi. Bunga hech kim hech qanaqa to'sqinlik qila olmaydi, lekin bizda tartibli migratsiya yo'lga qo'yilgan tizimi har bitta mana Oila va xotin-qizlar qo'mitasi tomonidan har bitta chet elda o'zini mehnat faoliyatini olib borayotgan xotin-qizlarning ro'yxatlari shakllantirilgan. Ular qonun doirasida tartibli mehnat migratsiyasi faoliyatini olib boradi. Va mana shunday tizim yo'lga qo'yilganki, har bitta hududda o'sha hudud oila va xotin-qizlar masalalari bo'yicha hokim o'rinbosarlari o'zini hududidagi, misol uchun Yunusobod tumanini misolda oladigan bo'lsak, bitta Yunusobod tumanining o'zida 300 nafar deylik, 300 nafar xotin-qizlar turli mamlakatlarda, davlatlarda faoliyatini olib borayotgan bo'lsa, mana shu xotin-qizlar bo'yicha hokim o'rinbosari har oyda kamida 2 marotaba Zoom platformasi orqali onlayn muloqot tashkil etiladi va ularga o'zimizning o'sha o'zini uyiga
tug'ilib o'sgan mahallasiga yaqinroq joydan ish taklif qilinadi. Men o'zim bilaman, nechta ayolni, nechta xotin-qizlarni mana shunday o'zimizdagi bor bo'sh ish o'rinlariga jalb qilib, ularni vataniga, oilasi bag'riga qaytarishga muvaffaq bo'ldik. Birgina tuman misolida. Bunaqa holat respublikada juda ham katta raqamlarda, statistika ma'lumotlardan olib gapirsak bo'ladi. Ayol kishi majburlikdan ketadi deb o'ylayman. Endi shaxsiy fikrim, hech qachon oilasida o'sha moddiy taraflama muammosi bo'lgan ayol chet davlatga ishlashga ketmaydi. Mana shunaqa holatlarning oldini olish uchun ham o'zimizda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish, mana shu chetga ketayotgan, ishlash uchun ketayotgan xotin-qizlarimizni o'zimizda bandligini ta'minlash uchun mana ayni damda eng yaxshi ijtimoiy loyihalar tashabbuskori degan loyiha ham, tanlov ham o'tkazilinyapti Oila va xotin-qizlar qo'mitasi tomonidan. Bunda agar mana shu chet elga ketish istagini bildirgan xotin-qizlar bo'ladimi yoki tadbirkorlik faoliyatini endigina boshlab, hali kengaytirish niyatida bo'lgan xotin-qizlarmi, barcha o'sha o'zini daromadiga ega bo'laman, oilasiga qanaqadir miqdorda moddiy yordam ko'rsataman degan xotin-qizlar uchun ularni davlat tomonidan 100% qo'llab-quvvatlanadi va tadbirkorlik qilishlari uchun subsidiya yoki imtiyozli kreditlar ajratib beriladi va mana shu tanlovda g'olib bo'lganlarga bepul loyihasi qo'llab-quvvatlanib amalga oshirish uchun amaliy ko'mak beriladi. O'zbekistonda gender tengligini o'lchovchi indikator bormi? Haqiqatan ham butun dunyo bo'yicha gender tenglik siyosatiga juda katta e'tibor beriladi. Biz har doim aytaman, rivojlangan mamlakatlardan gender tenglik siyosatini to'g'ridan-to'g'ri olib kirmaymiz. O'zimizning milliy qadriyatlarimizga, milliyligimizga moslashtirgan holda olib kiramiz va endi indikatorimiz to'g'riroq bir islohot deb qarasak bo'ladi. Bugun davlat boshqaruvida, har ikki palatada yoki bo'lmasa barcha vazirlik, idoralar, korxona tashkilotlarida rahbar ayollarning ulushi juda ham katta foizlarni tashkil qiladi. Misol uchun, Oliy Majlis Senati raisi Tanzila Kamalovna rahbar ayol, yetakchi ayol hisoblanadi. Shu bilan birga oliy ta'lim muassasalarida, masalan, hududlardagi barcha korxona tashkilotlarida ayollar maslahat kengashlari faoliyati yo'lga qo'yilganligi, har bitta korxona tashkilotlaridagi o'sha ayollar maslahat kengash markazlari, ularning raislari xotin-qizlarning huquq-manfaatlarini himoya qiladi, bu bo'yicha rahbariyatga tegishli hisobot beradi va rahbariyat va ayollar o'rtasidagi yechilmagan muammolar uchun qanaqadir misolda ko'prik vazifasini ham o'taydi. Umuman olganda bugun xotin-qizlarimizning ijtimoiy, iqtisodiy, umuman barcha sohalardagi faoliyati haqiqatan ham har tomonlama qo'llab-quvvatlanadi va ularning bugun mamlakatda xavfsiz, baxtli va farovon yashashlari uchun barcha shart-sharoitlar yaratilgan. Albatta, gender tengligi bu har bir mamlakat, har bir demokratik mamlakat e'tibor qaratadigan masala, chunki istamizmi yo'qmi, gender siyosati bu demokratik indekslarda muhim band hisoblanadi va O'zbekiston ham qaysidir ma'noda ayollar huquqlarini ko'p jihatdan ta'minlash bo'yicha oxirgi vaqtlarda yaxshi natijalarni o'zi uchun qayd etdi, fuqarolar uchun, aholi uchun, ayollar uchun. Va bu ishlar o'ylaymizki davom etadi va kelgusi dasturlarimizda bu masalalarga yana qaytamiz, chunki bu juda katta masala, hali ko'rilmagan jihatlari bor va bizga berilgan vaqtdan foydalanib buguncha dasturimizni yakunlaymiz. Birga bir suhbatlarimiz davom etadi. Muhokamali mavzularga kelgusi dasturlarimizda yana qaytamiz. Fikrlar uchun izohlar qismi ochiq. Salomat bo'ling.